Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. E'tiboringiz markazida Alfa Survey brendiga tegishli Alfa Touray Genesis qurilmasi. Xudoyim, namuncha bu kichkina case. Bu pribor albatta sizlar uchun test ko'raman. Test natijalarini keyingi videolarda ko'rsataman sizlarga. Hozir esa ushbu qurilmani to'plamlarida nima borligini ko'ramiz. Hozir sizlar bilan ushbu kichkina case'da to'plamlarda nimalar borligini ko'ramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Xudoyim. Xitoy joylashtirishda ham ekonom qilgan ekan bu to'plamlarni. Boshlaydiganimiz birinchisi kontroller. Alfa Survey B55 dala kontrolleri. 410 dan 470 MHz chastotada ishlaydigan radio antena. Genesis qurilmani zaryadlovchi adapter va qo'shimcha adapterlari. Dala kontrollerining zaryadlovchi adapter. Genesis qurilmani zaryadlash uchun USB Type-C kabeli. Dala kontrollerini zaryadlovchi kabel USB Type-C. Dala kontrollerida karboniy vehalovchi mahkamlovchi kronshtayn va judayam ixcham Genesis qurilma Alfa Touray. Endilikda ishlab chiqaruvchi tomonidan berilgan texnik tavsiyotlarni ko'rib chiqamiz. Alfa Touray 380 gram ekan. Uning o'lchamlari 98 mm ga 53 mm. Bu qurilmani albatta sizlar uchun test qo'yaman, tekshirib natijalarini e'lon qilaman. Sun'iy yo'ldoshlar bo'yicha deyarli barchasi bilan ishlayotgan. Ulardan GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZS, Sibas, Mavic. Ishlash vaqtlari kurs antennalar bo'yicha 18 soat, rover rejimida 15 soat, baza rejimida 8 soat deyilgan. Alfa Touray baza rover rejimida 3 km masofaga signal tarqatadi. Tashqi modem ulanadigan bo'lsa 15 km gacha masofaga yetib boradi. Uning naqlov rejimi 30 gradusdan 120 gradusgacha, aniqligi 2 sm. Genesis qurilma 1408 ta kanal bilan ishlaydi. Deyarli barcha protokollarni o'ziga jamlangan. Bu degani boshqa Genesis qurilmalar bilan ham birgalikda ulanib ishlasa ham bo'ladi. Himoya darajasi IP67. Bu degani chang va namliklarga chidamli. Ishlash harorati -30 gradusdan 170 gradusgacha. Saqlanish harorati -40 gradusdan 180 gradusgacha. Namlikka chidamligi 100%. Bugun e'tiborimiz markazida Alfa Survey kompaniyasini Alfa Touray Genesis qurilmasi bo'ldi. Men esa bu ushbu qurilmalarni test qilib, yaqin kunlarda sizlarga natijalarini e'lon qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.